Assalomu alaykum Abzor info obunachilari. Bugun biz Shahrixon, ya'ni Beshariq yog'och bozorining eng katta do'koniga tashrif buyurdik. Ushbu akamiz sizlarga minimalniy bo'lgan summalarni aytib o'tadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Haqiqatda sizlarda eng katta assortimentlar borligi rostmi? Xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha yetkazib beryapmiz xalqimizga. Unaqa hali yo'q degan narsani o'zi yo'q, hamma yo'q bor, imkon darajasida hamma yo'qda qilib beryapmiz. Xo'sh aka, qarang. Devor urildi, uy tappa tayyor. O'shanga ketadigan birinchi narsa bu albatta yog'och. Yog'ochlarda birma qator narxlarni tushuntirib o'tasiz. Boshladik. Aka, mana starapillarimiz 11 ga 3,5. Xo'p, hozirgi kunda mana bugungi kunda bo'layotgan oxirgi narxi 80 ming so'mdan qilib beryapmiz. Nechiga necha bu? 11 ga 3,5. 11 ga 3,5. Bunisi 14 ga 3,5, 6 metrli, buni 100 ming qilib beryapmiz. Siz obunachilaringiz bo'lsa 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Hozirgi kunda dalniy momentda shu narxga chiqib kelyapti. Qaranglar, hurmatli obunachilar, meni nomimdan kelsangiz mega super aksiya bo'ladi. Xo'p, keyin bu rekalarimizga o'tamiz aka. Rekalar Rekalarimiz 5 ga 3,5, 6 metr. Xo'p, 6700 so'mdan sizning nomingizdan keladi qolsa qilib beramiz. 1 metr 6700 so'm. Suv tekin narxi. 100% safna. Rossiyskiylari. Bularimiz bor. 5,5 ga 3,5. Budjetning variant. Hop, Bu jicha qimmatroq, bu 7300 so'm qilib beramiz. Sizning nomingizdan keladi qolsa 7300. Keyin mana bularimiz bor. 5,5 ga 41. Haqiqiy kelgan razmeri ko'rsatadi qolgan razmeri. Buni 9300 so'm qilib beraman. faqat sizlarda mana shunaqa narsa bor. Qolgan narsalardan yo'qmi? Bor, ichkarida Ha, ichkarida assortimentlarimiz ko'p ekan. Eng eksklyuzivlari hali ichkarida ekan, qadrli obunachilar. Marhamat. Aka, bu katta taxtalarimiz necha pul? Bularni bo'lib reka qilib sotasizlar. 14 ga qorilarimiz aka. Bular 6 metrligini 420 ming so'm qilib beramiz. 6 metr. Nechiga necha dedingiz? 14 ga 14 to'liq razmeri ko'rsatadi. Xo'p, Keyin mana to'sinlarimizga keladigan bo'lsa 18,5 ga 48. 6 metrli 240 ming so'mdan qilib beramiz. Hozirgi kunda oxirgi narxlari 240 ming so'm. Razmer nechiga necha dedingiz? 18,5 ga 48. Dokumentalni ko'rsatgan razmer. Mana bu starapillarimiz bor. Bularimiz 160 ming so'm qilib beramiz. Bu ham haqiqiy sasna. 14 ga 408 ga kelgan dokumentalni razmer. Bularimiz-chi? Bularimiz 14 ga 9. Yengil uylarga, ayvon xorilarga 300 ming so'mdan chiqyapti. Hozirgi kunda chiqayotgan narxi 300 ming so'mdan. Endi bu tomonga o'tsak, polli rekalarimiz bor yana. Polli rekalar. Mana bu pollilarimiz aka. Bularimiz nechiga necha? 12,2. Buni bir donasi nechi pul? Buni 45 ming so'm qilib beramiz aka. 45 ming so'm. Keyin bu rekalarimiz aka 4 ga 2, 4 metrli sasna, ichida sanaqalindaqa nimasi yo'q. Buni 3,5 ming so'm qilib beramiz aka. Bu yoqqa ketyapmiz ana. Bularimiz aka 6 ming so'mdan siz nomingizdan kelsa qilib beraveraman. Nomlardan kelsangiz mega 6800 so'm qimmatroq ekanmiz aka. Keyin mana bu starapillarimiz chiqdi. Xudo xolasa, ko'zi ham, unaqa nimasi ham hamma yo'g'i ko'ziga yarashib turibdi. 70 ming so'm qilib beramiz aka. Xo'p. Aka, endi bu qalin taxtalarni aytib o'tyapsiz. Sizga o'zi ikkili taxtalar bormi? Unaqa 6 metrlarimiz bor mana bu yerda aka. Mana hozir chiqyapti aka. Xo'p, Seximizdan mana 12 ga 2, 6 metrli. Bularimiz aka xudo xolasa 57 ming so'mdan qilib beraveraman. bir donasi 57 ming so'm. Keyin mana mo'larimiz bor aka. 12 ga 2,5. 12 ga 2,5. 6 metrli 73 ming so'm aka. Bir donasi 73 ming. Ha, bu yoqdagi taxtalarimiz-chi? Bu yoqdagi taxtalarimiz mana 5 metrli shpontlarimiz bor aka. Shpont pollarimiz. Shpont polgan. O'ndan chiqqan to'liq 2,5 qalinligi. Kalta yo'q, kichkina nimasi yo'q aka. Bularimiz 53 ming so'm oxir qo'l narxda qilib beramiz. 5 metrlilarimiz bor. Hop, 14 ga 3,5. Bularimiz 90 ming so'mdan aka. Bir donasi 90 ming so'm. Keyin mana bu yerda yana 5 metrlilarimiz bor aka, 12 li. Hop. Bularimizni 85 ming so'mdan shunday nima qilishga beraveramiz. Qarang aka, endi bularda bog'lanish, ya'ni bog'lanish qanaqa? Telefon nomer demoqchi edim, qarang. Esimdan ham chiqib qolibdi. Telefon nomerlarimiz 95 li, 119 70 80. Xo'p, men uyda o'tirib, mana shunaqa taxtalar kerak bo'lib qoldi. Mashinam yo'q, o'zlaringizda eksklyuziv mashinalar bormi yetkazib beradigan aka?
Dastavka xizmati yo'q, bizda mashinalarimiz bor, xudo xolasa, Labo, Gazel xizmatlarimiz bor, olib borib beriladi kelishilgan narxlarda u. Misol uchun biz hali dastavkasini bir do'konga o'xshab, dastavkasi ichida deya olmaymiz. Chunki biz oxirgi narxlarni aytamiz. O'shaning uchun aka, mashinalarimiz bor, Labo bo'lsa Laboda yuklab beramiz. Gazel bo'lsa Gazel, Persep bo'lsa Persep. Nimasiga bog'liq bu yog'i. Xullas akalar, tez shoshilamiz. Zero eng yaxshilari faqat shu akamizda. Mo'ljalda eslatib o'tamiz. Beshariq do'koni arzon mini marketda ro'parasidagi do'kon. Aka, telefon nomerimizni yana bir qator eslatib qo'yasiz. 95lik. Hop, 119 70 80. holat har xil bo'lib qoladi. Keyingi nomerimiz. Ikkinchi nomerimizda endi telefon har xil sharoit bor, yo'g'i bor. Qarashib ko'p gapiramiz. Ikkinchi nomerimiz aytamiz. Ikkinchi nomerlarimiz u ham 95lik 241 34 34. Ertalab xudo xolasa 7:00 dan kechki payt 9:00 gacha aloqadamiz. Akalar, bemalol shu akamizga teraverasizlar. Xudo xolasa hamyonbop narxlarda sizlarga yetkazib beradi. Obuna va like tugmachasini bosishni unutmang.